Mana hurmatli o'rtoqlar, onorimiz yaxshi turgan go'sht so'radi uzoqdan. Mana uje chirishni boshlabdi. Qurt. Mana. Qurt albatta bu bizniki emas, bir joyga borib qoladi mana. O'shaning uchun bugun shunga qarshi kurashib kelyapmiz bahordan beri mana. Bu o'sha qurt yomon ahmoq narsa mana. Ogoh bo'linglar mana. Hozirdan nimasini boshladi. Hozirgacha zo'r turaveradi mana. Mana. Shuning uchun hozirdan shu bahordan beri 5 marta 6 marta обработка qildik. Mana u narigilarda ham o'sha qurt tushgan, o'zi chirishni boshlagan. Xayrli kun, hurmatli bog'bon do'stlar. Dunyoni qaysi burchagida bo'lsa ko'rib turgan o'rtoqlarga Farg'ona Oltardan alangali salom. Hurmatli o'rtoqlar, mana onorga bir yil qattiq harakat qilyapmiz. O'zim ham onorim bor. Onor daromad yaxshi ekan. Onorlarga har kun 15 kun, 10 kun, 15 kunda обработка qilyapmiz. Yorilish kasali, chirish kasaliga qarshi har bahordan boshlab 15 kunda, 10 kunda, 15 kunda regularniy shu onor bilan qattiq olishyapmiz. Lekin onorda chirish kasali va o'sha qurt tushgan kasali va yorilishni harakat qilib davolasak bo'ladi shekilli. Natijalar borga o'xshab turibdi. Mana tinchlik bo'lsa sizgacha ko'rsatib boramiz. Mana Kerizaksin degan parashyogimiz bor. O'sha ifodaniki mana. Kerizaksin ifoda. Fungisid. Bundan 4 gram olamiz. Mana 4 gramda oldik. 10 litrga. Bizga 20 litr aytgandik. Ikkita 4 gram. Mana. 3,5-4 gram. 10 gram entos bilan. Mana 10 gram. Entos bilan plasma qurtlarga qarshi mana. 10 gram 10 litrga. Entos bilan. Va L77 10 gram. Bizga 20 gram, 20 litr berdi. Bularda hozir yana o'qib beramiz va L77. Mana. Va L77 1 litr idishda bo'ladi. 1 litr olsangiz 1 yilga bemalol yetadi. Mana entos bilan. Entos bilan 20 va 20% akrosit. Suv quyish davomida 20 litr suv ketsa, shunda erib bitadi. Xayrli kun, hurmatli o'rtoqlar. Mana onor shunaqangi daromadi zo'r narsa ekan, tosh botar ekan. Ozgina bir chelak, bir paqiring ham 15 kilo chiqaverar ekan. Har yili mana shu onorimizdan ozmi ko'pmi bir sotiladi va manfaatdorlik bo'lsa, inson shunga harakat qilaverar ekanmiz. Hayot ham shunaqa. Dunyoni harakat boshqaradi, insonni iqtisodiyot boshqaradi. Ya'ni iqtisodiyot bo'lmasa hech kim harakat qilmaydi. Bunga va L77 nimaga sepamiz? Polietilonkistolit 77%. Tuzi yuvilgan gummin kislotasi ekan 3%. Ta'sir etish xususiyati ochiq dala ekinlariga, issiqxona ekinlari, mevali daraxtlar, tog, g'o'za va boshqa nomi ekin zotiga. Bu eng asosiysi stressdan chiqaradi. Mana hozir havo isib ketyapti, salqin bo'ladi, kechqurun shudring tushadi, stress bo'ladi. Ana shu stressdan saqlaydi. Va L77 eng asosiysi stress. Masalan, mana hozir havo isib ketyapti, namli yetishmaydi, yo bo'lmasam va L77 to'ldirib beradi va 10 kun oldin pishish bilan ta'minlaydi, pishirib beradi va u rangiga rang beradi, qizillik beradi, stimulyator hisobda. Shunaqa bir bebaho narsalarimiz va L77. 10 gram 10 litrga qo'shdik. Endi entos planimiz bor mana. Imidakloprid 20%. Shira, trepis va boshqa zararlarga qarshi, ya'ni o'sha shira-pira tushgan bo'lsa issiq kunda o'shani tozalab beradi. Hamda qurtlar, Colorado qo'ng'izi, shira, trepis, qandaydir qandala, tut parvonasi, vizildaq qo'ng'iz, g'ovg'aladigan pashsha, qalqondorlar, mevaxo'r qurt bo'ladi. O'sha mevaxo'r o'sha qurt bo'ladi. Shularni nima qiladi? Bu
ham sistemli ham kontaktli bo'lganligi uchun o'sha sekin entos bilan juda zo'r narsa, chunki bahordan beri hamma narsaga qo'llayapmiz. O'sha hozir yoriladi-ku, yorilishiga ikkita narsa sabab. Suv o'sha yetishmovchilikdan, stressdan yoriladi, ko'p sabab. Va o'sha ichiga qurt tushgan bo'ladi. Chirishi. Ana shu qurtlarni har 15 kun, 20 kunda abrobotga qilib turibmiz bu yil. Sababi o'shalar rivojlanmasdan bu hozir preparatlarimiz 7 kundan 15-20 kungacha o'sha ta'minlab turadi. Xavfsizligini. Va 20 kun, 15 kun o'tganda yana qayta qilyapmiz. Bu yil mana bahordan boshlab anorlarga 4-5 kilo berishim, chunki oddiy narsa ekan. Mana shu 15-20 kunda abrobotga qilib turaversak, albatta biz baxtli bo'lamiz. Chunki bunga qurt tushmasa, chirib ketmasa, bizdan baxtli odam yo'q. Entos planda foydasi. Endi bunga Kereraksinni qo'shdik. Bu nima foydasi bor? Fungisid. Kereraksin metal 50% ekan. Fungisid un shudring va forshaga qarshi samarali kurashadi. Un shudring kasalliklar, mikroblar. Preparat yuqori va sifatli hosil olinadigan muhim ahamiyatga kasb etadi. Ko'p bora isbotlab kelinmoqda. Un shudring, kalmaris, rig'o, forshi, oydum, mildium, antraknoz o'sha chiritadigan narsa. Pernaspiroz, fitotarazga, klidospirez, altorinroz, biz makropargiz va boshqa kasalliklarga qarshi juda ham ko'p kerakli kasallik kurashadigan samara beruvchi fungitsid. Ushbu preparat qo'llangan ekin hosili kasalliklardan xoli bo'ladi. Mana bu har qanday kasallik, har qanday o'simlikka degan. Mana keraksinimiz ham o'sha fungitsid holati bo'lganligi uchun zamburug'larni, mikroblarni o'ldirib beradi. O'ldirib bergandan keyin bular hammasi ham sistemli, ham kontashniy deyiladi. Ikki tomonlama universal bular haqiqiy o'zbekbob, bog'bonbob. Mana shunday qilib kurashsak, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Chunki hozir yorilish boshlandi. Qarab qo'yinglar o'rtalar. Hali ham bo'lsa, hech narsa qilmadim, zo'r turibdi degandan keyin endi boshlanadi. Uzumlar ham yorilishni boshladi. Hozir kecha agronomaga borsak, uzumlar yorilgan to'lib ketibdi yomg'irda. Nimaga biz har 10 kun, 15 kunda uzumlarga yomg'irdan oldin ham abrobotga qildik. Yomg'irdan keyin mana kecha ko'rsatdik. Haligi kimgadir nima tuziladi, nazariga kelmaydi. Ha, 10 gram qo'shyapti, 5 gram qo'shyapti, shuncha narsaga nima deydi? Albatta bu inson zotini ham 2 gram, 1 gram o'sha tabletkalar bilan davolaymiz-ku. Demak, meva-chevalar ham, o'simlik dunyosi ham o'sha odam organizmiga o'xshab davoga muhtoj. Bu juda chiroyli manzara. Shuning uchun sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kuzatib boringlar, qayerdan ko'ryapsizlar, xat yozib, malades bosib qo'yinglar.